Assalomu alaykum. Toshkent viloyati yoshlar markazi. Toshkent viloyati adliya markazi. Adliya boshqarmasi deydimi? Toshkent, xo'p, bu tomonimiz Toshkent bo'lsa, bu tomonimiz Piskent. Nuroshan Citydan, yangi qurilgan Nuroshan Citydan 1 kilometr 2 kilometrda Ohangaronga chapga pavorot bor. To'g'riga Piskentga o'tganda mana adliya boshqarmasi, yoshlar markazi. Ichkariga 300 metr kiriladimi, 200 metr kiriladimi? Hozir shu yerdan ishni olib ketayotdik. Yana savob uchun mana shu uyni qo'yib yuboraylik. Mana nomerlari, necha xona, narxi, qanaqa, egasiga telefon qilaverasizlar. Yonma-yon yana uy bor ekan. Xo'p, mana bu yerda vaqtinglarni olmayman. Tezroq. Tak, продается dom. Tak, mana. 97 lik 267 27 38. Bu ham sotilyapti. Mabodo shu videoni uy egalari ko'rib qolsa, duo qilib qo'ysanglar, boshqa narsa kerak emas. Duo qilib qo'yinglar, kanalimiz rivoj topsin, pulimiz ko'paysin, ko'paygan pulimizdan ehson qilaylik, yaxshiliklarga ishlataylik. Oxiratga zaxira uchun ham ishlataylik. Katta yo'llar, mana ichkarida bu pishka deyiladi bu joylar, mana Iroda tekstil orientir. Ichkarida maktab, bog'cha hamma narsa bor bu yerda. Posyolka yaxshi. Eski posyolkalardan oldin Moskovskiy обеспечение deydi-yu, shunaqa posyolkalar bo'lgan. Hamma narsa bor ichkarida. Lokatsiyalar qulay, bu endi rivojlanib ketyapti Nuroshan shahri. Kelinglar.